Tushda nasroniylik ko'rishning ta'birlari. Kirmoniy aytadiki, agar bir musulmon tushida tarso nasroniy bo'lib qolganini ko'rsa, u bid'at va gumrohlik yo'liga tushishiga dalildir. Jobir Mag'ribiy aytadiki, agar u tarso bo'lib qolsa, dushman bo'lsa dushmani ustidan g'alaba qozonadi. Chunki tarso bu nasroniy bo'lib, nasroniy so'zi nusrat, ya'ni g'alaba so'zidan olingandir. Agar tarso musulmon bo'lib qolsa, musulmon bo'lishi yoki o'lishiga dalildir. Ja'far Sodiq aytadiki, har kim tarsolar bilan hamsuhbat bo'lganini ko'rsa, ular bilan do'st va tarafdor bo'lishini, e'tiqodi islomda zaiflashuvini bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.